Said Ahmad, bir o'pichning bahosi. Bugun jo'g'rofiya o'qituvchisi darsga kelmadi. Xomtok qilaman deb so'rdan yiqilib oyog'ini sindiribdi. Ajoyib xushxabardan keyin bir zumda sinib bo'shadi qoldi. Bunday qulay paytdan foydalanay deb Sotvoldi uyga emas, shahar markazidagi madaniy mollar magaziniga qarab yo'l oldi. Batareyasi o'tirib qolgani uchun cho'ntakda olib yuradigan sovun qutichasidagi radiosi gapirmay qo'ygan. U do'konga kelganda soat 5 minuti kam 1 bo'lgandi. Eshikni tortdi. Ochilmadi. Peshtaxta orqasida stakanda labini cho'chchaytirib qaynoq choy ho'playotgan sotuvchi Suydixon eshik tomonga imo qildi. Sotvoldi hali shoshgandan qaramagan ekan. Piririx degan yozuv ilib qo'yilganini endi ko'rdi. Suydixon atir shishasini chayqatib qopqog'ini chiqardi-da, ikki qulog'ini tagiga tomoqlariga tekkizdi. Keyin oynaga qarab sochlarini tuzatib bo'ldi. U eshikka chiqib, do'konni qulflayotganida Sotvoldi iltijo qildi. Opajon, ikkitagina batareya kerak bo'lib qoldi. Katta tanaffus tugamay darsga yetib boray." Suydixon uning gaplarini eshitmadi. Eshitsa ham parvo qilmay hamma yoqni atir hidiga to'ldirib, bir zumda ko'zdan g'oyib bo'ldi. Eshik oldida sigareta, jvachka, sniger sotib o'tirgan kampir yoniga soch soqoli o'sib ketgan, belbog'iga qilichdek pichoq osgan badxo'r bir beso'naqa yigit keldi. "Bizni xotin qani?" dedi u. Undan saraton oftobida qolgan qozon sochiqning qo'lansa hidi burqisib ketdi. "Abetga ketdi", dedi kampir. "Voy bolam-ey, yana ichibsan-da. Bunaqa qilaversang, bir kun emas, bir kun xotining seni tashlab ketadi-ya." Ha, tashlab ketadi. Mast uning gaplariga parvo qilmay qo'l siltadi. "10 so'm qarz berib turing, xotinim kelganda beradi." Bermaydi xotining, bermaydi. Tunov kuni olgan 5 so'mni zo'rg'a undirdim. Bundan buyon erim pul so'rasa bermang deb tayinlagan. O'zing binoydek qo'ligul qassobsan. Topishdi tushing 2 ro'zg'orga yetardi. Topganingni shu araq o'lgur so'rib tashladi. Mast bir munkidi-yu odamlar oqimiga qo'shilib ketdi. Qassoblarning xotinlariga oson tutib bo'lmaydi. Har kuni bir o'limdan qoladilar. Ayniqsa mast qassoblar tushlarda ham alaqsirab mol so'yadilar. Uyqusirab xotinini so'yib qo'yganlar ham ko'p bo'lgan. Shuning uchun ham qassoblarning xotinlari kechasi pichoq, boltalarini bekitib qo'yadilar. Sotvoldi nima qilishini, qayoqqa borishni bilmay hayron turardi. Sotuvchi opa 1 soatsiz kelmaydi. U ko'chaning narigi betidagi istirohat bog'iga kirib muzqaymoq yemoqchi bo'ldi. Aksiga olib muzqaymoq do'koni ham berk ekan. U bog' aylanib ancha yurdi. Anhor bo'yidagi Majnuntol tagiga o'tirib dam olmoqchi bo'ldi. Bu yerdagi skameyka ham band. Ikki oshiq bir-birini pinjiga suqilib, xo'rsinib o'tirishibdi. Ular anhorga qarab o'tirganliklari uchun orqada kim borligini bilishmasdi. Erkak bo'ynini cho'zib ayolning yuzidan o'pdi. Ayol qiqirlab kuldi. Shunda yigit uni yelkasidan tortib o'ziga qaratdi-da, yana cho'pillatib o'pa boshladi. Yigitning do'ppisi skameyka orqasiga tushdi. Qo'l uzatib olayotganda ko'zi Sotvoldiga tushdi-yu, qimirlamay qoldi. Yerdan olgan do'ppi xuddi 1 tonnalik yuk bo'lib tuyuldi. U do'ppini nima qilishini bilmay baqrayib turaverdi. U Sotvoldining dadasi To'lagan edi. Ota bola ancha paytgacha ko'z urishtirib qolishdi. Oxiri To'lagan g'azab bilan bolasiga o'shqirdi. "Maktabga bormay, bu yoqlarda nima qilib yuribsan, ahmoq? O'zingiz ishga bormay, begona xotin bilan nima qilib yuribsiz?" dedi Sotvoldi ham bo'sh kelmay. To'lagan yondagi juvonga qaradi. "Siz ketavering, choyimizga pashsha tushdi. Bu ahmoq bilan o'zim gaplashib qo'yaman." Juvon o'rnidan turganda Sotvoldi uning yuzini aniq ko'rdi. U madaniy mollar do'konidagi Suydixon edi. U betartib ochilib ketgan yoqasini tugmalarini qadab, ikki ko'kragini tagini kafti bilan beozor ko'tarib, Sotvoldiga yevorgudek bo'lib qaradi. Keyin qizil qum sepilgan yo'lakdan jahl bilan yurib ketdi. Ota bola bog' darvozasigacha jim kelishdi. "O'zing yaxshi bo'lasan-ku, oyingga aytmay qo'ya qol", dedi yalingan ohangda dadasi. "Aytaman", dedi qat'iy qilib Sotvoldi. "Aytma bolam, oyingni jahlini bilasan-ku. Bilasan-ku." "Baribir aytaman. Sizni bir karate qilib qo'ysin." Sotvoldining onasi rostdan ham ayollar o'rtasida karate bo'yicha mamlakat chempioni edi. Oyog'ining beti bilan iyakka tepsa, har qanday odam ham chirpirak bo'lib ketadi. "Jon bolam, bolajonim, aytma. Aytmasang batareya olib beraman. Chirog'ingizni pishirib yeng. Magnitofon olib bersangiz aytmayman." "Voy bu, juda qimmat narsa-ku, ha? Bo'pti. Sen ketaver, kechqurun o'zim olib boraman." "Hozir olib berasiz." "Obbo, juda ham xirasan-da. Lo'limisan nima balo? Bola emas, shilimshiq, shilqim bir narsa ekansan. Bo'pti, yur. Yaponskiydan bo'lsin." To'laganning tishlari
qichirlab ketdi. Xullas sotvoldi uyga yap-yangi magnitofonni ko'tarib keldi. Ertasigayoq bu xabar o'rtoqlarning qulog'iga yetdi. 7-8 bola har xil kasetalarni olib kelib rosa baqirtirishdi. Kechqurun Marhamatxon eriga hasrat qilib qoldi. Bolangizni tergab qo'ying, uyimiz bozor bo'lib ketdi-ku. Tili qisiq To'lagan o'g'liga go'rni bir nima deya olmadi. Endi 1-2 kundan keyin ko'ngliga tegadi. Tinchib qolasan xotin, deb qo'ya qoldi. To'lagan ishdan kelsa xotini to'rsay o'tiribdi. Yaramas bola, sirni ochib qo'ygan shekilli, deb yuragi orqaga tortib ketdi. O'g'lini chetga chaqirib, "Oyingga hech nima demaganmiding?" dedi qo'rqibsa. "Yo'q", dedi sotvoldi. "Endi aytmoqchi edim." "Ayta ko'rma." "Aytsang, kaltak yeysan", dedi u bolasiga po'pisa qilib. "Video olib bersangiz aytmayman, bo'lmasa albatta aytaman." To'lagan dod deb yuboray dedi. Urmoqchi bo'lib musht ko'tardi. Musht bolaning boshiga kelganda panjlari yozilib ketdi. Boshini silay boshladi. "Jon bolam, bolajonim, aytmagin." "Aytma, aytaman. Bolajonim, do'mboq bolam, oppoq bolam." Lagan bardorlik qilmay, foydasi yo'q. Ichkari uydan Marhamatxonning ovozi keldi. "Ha, ota bola nimani gaplashyapsizlar?" To'lagan shoshib javob qildi. "Futbolchi Mirjalol Qosimov to'g'risida gaplashyapmiz." "Gap bitta", dedi sotvoldi. "Yo video olib berasiz, yo oyimdan kaltak yeysiz. Xohlaganingizni tanlang. Ammo lekin ertaga kunduz soat 00:02 da video stolimning ustida bo'lsin", dedi-yu chiqdi ketdi. To'lagan peshonasiga shapillatib urganicha qoldi. Ertasiga o'qishdan vohlikkina qaytgan sotvoldi soat 2 bo'lishi bilan eshik oldiga chiqdi. Dadasi bilan ishlaydigan kishi mashinada hali karton qutisi ochilmagan video bilan 2ta kaseta olib keldi. Sotvoldining yotog'i har xil narsalarga asta to'lib borardi. Aytgancha, u suydining do'koniga borib, "Bermasang eringga aytaman", deb bitta fotoapparat bilan 5-10 ta rangli plyonka undirib keldi. O'sha kundan boshlab sotvoldining ko'zdan vitrinada turgan video kamera ketmay qoldi. Baribir shuni ham undiraman deb diliga tugdi. Bu bola xotinga juda qimmatga tushgandi. Negadir ularning bolalari turmasdi. 2-3 oygina yashab, ularni dog'da qoldirib ketardi. Mana shu sotvoldi dunyoga kelganda irim qilib bolani tug'ruqxonadan o'zlari emas, qo'shnilari Anzirat xola olib kelgan va 2 kishi guvohligida ularga 1000 so'mga sotgan edi. Nomining sotvoldiligi ham shundan edi. "Xotin", dedi To'lagan bir kuni, "bir narsaga hayronman. Mening burnim yapasqa, sening iyaging past. Men bug'doy rang, sen oppoqqinasan. Bolamiz nechukkum qirra burun, qora sochlari jingala, xuddi Pushkinning bola paytiga o'xshaydi. Mabodo tug'ruqxonada birovning bolasiga ayribosh qilib qo'ymaganmikin-a? Urug'imizda bunaqangi basharali odam bo'lmagan edi shekilli. Lo'li Polning bolasi emasmikin? Gapingiz qursin. O'sha sen yotgan raddomda bironta lo'li xotin tug'maganmidi?" Marhamatxon o'ylanib qoldi. "Qaydam? Bir lo'li xotin bola ko'rdi degandek gap bo'lgandi shekilli." To'lagan 2 tizzasiga shapillatib urib o'rnidan turib ketdi. Ana aytmabmidim? Bu bola lo'li, qiliqlari ham lo'licha. Dutor olib berdim, qaramadi. Rubob olib berdim, ushlab ham ko'rmadi. Childirma olib kelganimda qo'limdan yulib oldi-yu, daranglatib kalishga tushib ketdi. Lo'llar childirmaga o'ch bo'ladi-da, xotin. 12 ga endi kirdi. Mo'ylabi chiqyapti. Umuman, lo'li bolalarning mo'ylabi tez deyishadi. To'laganning ko'ngliga g'uluv tushdi. Hamma ayb Anzirat xolada. Tug'ruqxonadan qanaqa bolaligini surishtirmay, qanaqasini bersing demay ko'tarib kelavergan. O'ling, o'lgan odamni orqasidan malomat qilmang, gunohga botasiz. Uyalingi, o'z bolangizdan tonmoqchimisiz, a? Bolamiz Xudoga shukr, esli, xushli, oydek bola. Hali ko'rasiz, 1-2 yilda lochindek, qarchig'aydek bo'lib ketadi. Bu gapni bir aytingiz, dadasi, ikkinchi og'zingizga olmang, xo'pmi? Xo'p, dedi aytgan gapidan pushaymon bo'lgan To'lagan. "Bir aytdim, qo'ydim-da." Sotvoldi madaniy mollarga kelganda Suydining eri peshtaxtaga tiralib, "Ana yiqilaman, mana yiqilaman" deb arang turibdi. Sotvoldi uni ko'rib, eski qadrdonlardek quyuq ko'risha ketdi. "Aka, yaxshi yuribsiz-bu, ko'rinmaysiz. Odamlar sizni juda zo'r qassob, molni oyog'ini bo'ylamasdan so'yib tashlayveradi deyishadi. Shu rostmi?" "Rost", dedi u. Sudixonning bu xira, bezbet, shilqim bola erimga qadrdon chiqib qoldi-ku, hamma gapni aytib bergan bo'lsa-ya degan gap ko'nglidan o'tdi. "Hoy abosi, xotin gaplashayotganda o'rtaga tushmada o'rgilay. Hozir sen chiqib turgin, amaking ketganlardan keyin o'zim chaqiraman, xo'p?" Sotvoldi mastga qarab, "Bo'pti, amaki hali gaplashamiz" deb tashqariga chiqib ketdi. Kampir eshik oldida
kasod bozordan olardi. Shu bugun 6 tagina juvachka sotdim. Mana u so'qim yonimga kelib o'tirib oladi. Bolalar uning vajohatidan qo'rqib yaqinimga ham kelishmaydi. Kampirning hasratidan chang chiqardi. Bilasan bolam, bu piyonista o'lgur avvalgi xotinini so'yib qo'yib 12 yil yotib kelgan. Shundan keyin ham ko'zi ochilmadi. Sal o'tmay mast gandiraklab qo'lda ikkita 500 so'mlikni g'ijimlagancha chiqib bino do'koniga kirib ketdi. Sotvoldi ichkariga kirdi. "Amakinga hech narsa demaganmiding?" dedi suyda xavotirlanib. "Endi aytmoqchi edim, gaplashgani qo'ymadingiz-ku. Jinni mini bo'lganmisan? Tunov kuni fotoapparat berganimda birovga aytmayman deb so'z berganding-ku. Nega aynib qolding? Meni laqilataman deb o'ylamang. Bu bitta fotoapparat bilan bitadigan ish emas." "Ha, nima bilan bitadi bo'lmasam?" dedi alam bilan suyda. "Jirillamang. Eringiz avvalgi xotinini so'yib qo'ygani esingizdan chiqazmang." Suydining ko'zlari tinib ketdi. U bezbet bolani nima qilsa bo'ladi? Urib bo'lmasa, so'kib bo'lmasa, aytgan narsasini bermasang sharmandangni chiqarsa. "Ey Xudo, qandoq baloga giriftor qilding meni? Ayt, yana nima deb kelding? Nima deb kelding?" Sotvoldi biqiniga Tashiba deb yozilgan video kamerani imlab ko'rsatdi. Voy, meni xona vayron qilasan-ku, bilasanmi? Bu kamera necha so'm turadi? Men bilishim shart emas. Siz bilsangiz bo'ldi-da. Aylanay sendan, o'rgilay sendan. Sal arzonroq narsa so'ragin, iltimos, sal arzonroq. Erim o'lgur-ku, savdodan pesh tushgan pulni 5 olib turibdi. Endi sening qilig'ing ortiqcha bo'lyapti. Cho'ntakda olib yuradigan tranzistor radio bera qolay. Bolam, tranzistor radio chiroyli. Uni keyingi kelganimda berasiz. Voy, mengina o'lay, hali yana kelaman degin. Albatta, dedi Sotvoldi. Tez kelib turaman. Kamerani berasizmi yo bermaysizmi? Bitta gapiring. Bitta gapiring. Hozir tashqariga chiqib kelay. Amakim ketib qolmadimikin, ha? Shoshma, dedi suydi jahl bilan kamerani peshtaxta ustiga taqillatib qo'yar ekan. "Ma, ol, Xudoyonda shu kamera." "Qarg'amang. Jahlim yomon. Rozi bo'lmasangiz olmayman." "Voy, nos qiladi-ya. Bu bezbet." Sotvoldi kamerani ko'tarib chiqib ketarkan, suyda orqasidan javrab qoldi. "Shu do'konda ikkinchi qorangni ko'rmay, meni bo'g'izlab ketding, o'ldirding." Uning bezovta ovozdan hushyor tortgan eri eshikka bosh suqdi. "Nimaga? Tinchlikmi?" "Yo'q, do'konda kalamush paydo bo'libdi. Ko'rib qo'rqib ketdim." Katta xotin kalamushdan qo'rqqaniga hayronman. Sotvoldining dadasi Suyduxonni o'pganiga ham 1 oydan oshdi. Bu orada Sotvoldi dadasidan motorli velosiped, Suyduxondan narxi paron pullik rangli televizor, dadasidan jez tugmali kostyum, Suyduxondan qo'ng'iroq chaladigan elektron soat, dadasidan ko'chada yurib ham gaplashadigan masofali telefon, Suyduxondan kompyuter o'yin undirdi. Bular hali holva. Madaniy mollarda ko'zni o'ynatib turgan butun dunyodagi jami teleko'rsatuvlarni bemalol oladigan Sputnik antennasini mo'ljallab qo'ygan. Biron hafta oralatib Sotvoldi o'sha antennani undirgani madaniy mollarga borgan edi. Do'kon berk ekan. Nima qilishini bilmay o'ylanib turgan edi. Juvachka sotadigan kampir, "Kutmay qo'ya qol bolam. Suyduxon boyoqish hali beri kelmaydi. Do'kon pechatlangan. Reviziyadan 40 ming kamomad chiqdi. 3 kun ichida to'lab qo'ymasang, ishingni sutga oshiramiz deyishyapti." Beshora bo'ynidagi 16 qator marvatlarni, bilak uzugu ziraklarni ro'molchasiga tugib bozorga ketdi. Tavba, Sotvoldining hisobiga qaraganda kamomad 38 ming bo'lishi kerak edi-ku. Nega bunaqa ko'p hisoblashdi ekan? Sotvoldi Sputnik antennasidan umidini uzib, dadasining do'koni tomon ketdi. Kichkinagina tijorat do'konida dadasi sherigi bilan janjallashayotgan ekan. Axir shu 1 oy ichida 22 ming ko'kida oldingiz. Avvalgi oydan olganlaringizni qo'shib hisoblaganda 54 ming ko'kida bo'ladi. Bu do'konni ochganimizda ikkalamiz 50 ming ko'kidan qo'shgan edik. Endi siz bilan ora ochiq bo'ldik. Sheriklikdan chiqdingiz. Kalitni bering. Obbo tulki. 3 ming ko'kini qo'shib hisobladi-ya. Dadamning qancha olganini men bilaman-ku. Sotvoldi qolgan gaplarni eshitmay orqasiga qaytdi. Mana 2 oydirki u na Suyduxondan, na dadasidan biron nima undiradi. Dadasi har kuni ertalab mardkor bozorga chiqib, ketganicha kechqurun qorong'i tushganda horib charchab qaytadi. Yostiqqa bosh qo'yadi-yu, pish uxlab qoladi. Dadasiga rahmi kelgan Sotvoldi bir ko'nglida dadamni tilla magazinida ishlaydigan Dono xola bilan tanishtirib qo'ysammikin deb o'ylab ham ko'rdi.
Marvaratlari shoda-shoda, uzuklari, ziraklari, brilliant, nimasi qiyin. Gapga solib turib pit to'psa bo'ldi. Eri bajag'il milisa, to'pponchasi ham bor. Bu yog'ini menga qo'yib bersin. Eringga aytaman desam tamom, boplayman. Kunora daromad qilib o'rgangan sotvoldi bechora juda ham siqilib ketdi. Oxiri velosipedga qo'ng'iroq olish uchun Dinamo magaziniga borgan edi. Trotuarda taburetka qo'yib jvachka, sigaret, lotereya sotayotgan Suyduxonni ko'rib qoldi. Uning yonida eri yemga to'ygan buqadek bo'lib pishqirib, qilichdek pichog'i bilan tirnog'ini olib o'tirardi. Endi Suyduxonning har bittasi teshkulchadek keladigan tilla bilak uzuklari, shoda-shoda marvaratlari, brilliant ko'zli uzugi, ziraklari yo'q edi. Kiyimlari ham, pardozi ham ilgaricha emas. U sotvoldini ko'rdi-yu, oyog'i ostida yotgan yarimta g'ishtni olib unga qarab intildi. O'pmay, dadang o'lsin, o'ptirmay men o'lay. Sotvoldi odamlar oqimiga sho'ng'ib ketdi.